Selam dostlar, sizler bilan Feyzo do'stlar. Bugungi videomizda biz Minecraft 1.17 da survival qilamiz do'stlar. Agar bu video sizlarga qiziq bo'lsa, albatta videoga kanalga obuna bo'lib qo'ying. Qani bo'lmasam ket. Xo'p, jigarlar do'stlar, biz bugungi videomizda mana shunday video qilishdan maqsadimiz sizlarni zeriktirib qo'ymaslik, oddiy va kuchsiz versiyalarda. Xo'p do'stlar, bizda sandiqda dafigadan ko'proq narsa bor ekan, sandig'imiz tug'il ekan va bizga bu sandiq ham ichidagi resurslar ham kerak bo'ladi. Albatta hozir emas, keyinchalik balkim hozir kirib qol. Xo'p do'stlar, biz birinchi o'rinda yeguliklarni sortirovka qilib olamiz va kirkani olib turib, voy otvorpam bich. Tosh qazishroq speedrun qilishimcha imkoniyat kam bo'lsa kerak. Xo'p, biz bu videoda men tor videoda cheatlardan foydalanaman. Nimagaligini so'rab o'tirmanglar, menga qiziq. Menga kerakda cheat bo'lmasa yasholmayman. Cheat. Xo'p, biz hozir birinchi o'rinda lip etkirib qishloq topib olamiz. Oy, onangni nima gur. Чего, блядь? Kadr ortida nima bo'lgani kimga qiziq bo'lsa, men qishloq topdim. Qo'limda qaysi blokka qo'ydim? Meni olamiz. Va qishloqmi? Uro! Yo, hozirda bizga bu kerak emas. Voy, emas. Shoir sharmandi. Nima bu, tog'li qishloqmi yoki bog'li qishloqmi? Shuni tushunmayapman. Prost qatyapti telefon jo'da. Uy, bobomni o'g'lini nevarasini qo'shnisi go'rdan chiqib tirilib kelyapti bich. Mana bo'lsa tog'asini kartishga buning qo'shnisi. Yo'q, qalnafik. Buning kartishga o'xshaydi bich. Xo'p, jigarlarim bo'lmasiz. Bab, somon bor ekan, somon ber, somon. Somon suv olib bosib ketaman, somon. Somon, biz yashaymiz. Logichniy, mana buni qarang. Bu logiya. Buni Minecraft logikasi deb qo'ydi. Bunga Einsteinning ham fizika qonunlari. Voy, ammangni magur, mana. Xo'p, endi bizning mana bu tarakan qo'shnimiz bilan savdolashib nimani ola olamiz? Va biz bundan non sotib ola olamiz, lekin g'irt bichroq ekan. Bizda somonimiz qani? Somon oldim-ku. Yuvamizlar, nariyadan somon olib kelyapman. Ining tarim bor ekan, KTT. 20 ekanda, menda 17 ekan. Uzr, hayajonlanib ketdim. Anlar. Hozir shunday sakrab turib, omon qolsam like bosasizlar. Omon qolmasam bo'pti, mayli, like bosmay qo'yarasizlar. Go! Nima qilaman? Like bos nafik. Yop buni, darmayet. Jigarlar, men uzoq kutgan narsa spalnik. Ura! Yashayman. Yashoqmen. Yashab bitta o'ganman men. U meni mahallada Feyzo yashoq deyishgan. Yasoq emas, yashoq. Yashab katta o'ganman. Bo'y paytda yashab qo'yaman. Suvni tagida hozir men sizlarga uxlashni o'rgataman. Siz suvni tagida uxlash uchun spalningni qo'yasiz va ustiga bosasiz. Ana bitta darmayet zombi tarafga qarab kelayotganini chuspa qilasiz. Buni olib qoch. Usta keldi, qoch. Dis qarasanglar, ana bitta go'llayib qarab turibdi. Agar zombi ursa urmadi. Aka, siz miyiz bilan hammasi joyidami? Bola paqirni rahmatli qilib yuborishga men kirishdim. Men va uning jangga, u men, u men, voy onangni men, u. Nafik tushmadinglar. Ana go'lim shu yerdan sakrab meni ustimga tushsa, mayli, buni o'ylashga ham qo'rqyapman. Hop. Assalomu alaykum tog'a.
hayitga oshab keldim. Hozir yoningizga chiqib beraman. Aka cho'ta neto qarayapti-da, uradigan deb. Shitel o'ldiruvdim-a? Voy nas. Shu yerdan turib qora meni chiqaramiz. Ahmadjon, Mahmud. Voy. Ilohomin. Meni urganda Xudo uradi. Xudo urib qo'ysin ilohim. Xo'p, biz go'rdi balosida paydo bo'lib qoldik. Shuni cho'stuva qilgan holda bu yerdan astagina quyon olamiz. Ha, bizda nimalar bor? Daraxt chopishimiz kerak. Daraxt chopmasligimiz kerak, biz effekt olishimiz kerak. Ko'rdilaringmi? Menman-da bu. Xo'p, agar bu g'or kichkina bo'lsa, bichoq normalniy g'or ekan-ku, nima aytmasam. 1 minute. Xo'p, endi versta yasashimiz va toshli narsalarni qilib olishimiz va toshli narsalar bilan temir qilishimiz va xullas shuninglarda. Pech qotima, sharmanda qilma. Oppa bo'ldi. Buni qo'yamiz, ustiga bosamiz. Toshli kirka, toshli bolta, toshli qilich va o'zimizga 6 ta non yasab olamiz. Buni yo'qotamiz, buni olamiz, buni o'rniga chundinglar degan umiddaman. Va bizning birinchi temirimiz. Voy nas, bitta kirka ololmayman. Bu yerda ko'p ekan temir. Temirlarim bor, bo'ling, omon bo'ling. Meni vaqtimga doim sog' bo'ling. Shunday video ketyaptimi, ammo yarim soat qiynalib turib yana pauza berib qo'yadigan odatlarim borda, jinsirab. Hammasiga kulib qo'ydim. Qaytaraman, hammasiga kulib qo'ydim. Mayli. Xo'p, biroz kuchsizroq bersa bo'lgani uchun menga mast bir tiyinlik kerak yo'q. 1.26 ham 1.22 ham yoqmayapti. 1.17 ni shartta tortdim-da, shunda o'ynayman devordim. Bu yerda temirlar вообще ko'p ekan, serios. Har qadamda temir og'izam yemay qoladi. Ko'p qidirib topsangiz o'sha nima desa bo'ladi, zo'r tuyuladi. Lekin agar tez qidirib topsangiz bo'lmaydi. Ashnaqa. Voyna, asimcha ko'p sanlar. Bu yerda bo'latyapti. Mana uni qozaymiz endi, qozaymiz. Qozoqlik, qanaqa qozoq. Hop. Temirni, temir qolib ketibdi. Bitta, voy onangni nima bir nimcha ko'pcha sanlar. Noshukr banda. Boshqa payt chiqmaydi. Atak temir ko'pligi menga plyusga ham ishlaydi-yu. Ko'mirda qazi. Keyinchalikka miyang ezladi. Hop, kettu. Temir. Agar iloji bo'lsa olmos chiqib qolsa shunaqa xursand bo'laman. Bir o'yinda kim bilmasa bardenda uyi yo'q. Voy. Lopis bor ekan. Voy, inam, voy ona, inam sizda yaqin kim bor, onajonim, mehribonim, onajonim. Tezdir. Bu вообще ko'p ekan. Oxirgi wow, o'zimga malades.
Xo'p do'stlar, bu video juda ham qisqa bo'lib qolgan bo'lishi mumkin, lekin men maqsadimni bajarib olmos topdim. Buni ikkinchi qismida men 100% dragon o'ldirishga harakat qilaman do'stlar. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'ying. Sizlar bilan Fezo bo'ldi. Hammaga xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.